Bugun sizlar bilan yoqib bitishni o'rganamiz. Buning uchun yelka qismidan 1,5 sm, oldidan 1,5 sm va orqadan 1 sm qilib turib, xuddi shunaqa liniya chizib olamiz. Yoqingiz necha santimetr bo'lsa, xuddi o'sha santimetr joylashtirib o'tga chizib olishimiz kerak bo'ladi. Meni yoqam 7 sm. 7 sm. Shu 7 sm mo'ljada buni chizib olamiz. Oldidan 6 sm yonimiz radikal liniya yordamida bu yoqamizni chiroyli qilib chiza olamiz. Albatta liniya har doim yonidagi liniyaga parallel holatda kelishi kerak, radikal liniya qo'yganingizda. Shunda kiyimingizda chiroyli chiqadi. Plyonkaga tushirib olamiz. Mana tushirib olib, matomiz buklovda turgan holatda orqani buklovga qo'yib turib, matomizni dalavoy mitsani to'g'ri joylashtiramiz va xuddi shu ko'rinishda yoqamizni bichib olamiz.